uy sharoitida qo'y boqgan yo'qlarimiz uchun yaxshi maslahat berib ketaman. Iloyim bo'lmasin, mabodo qo'ylar mazasi qochib, bu narsa bo'lib qolgan, bo'g'izligan payt bo'lib qolsa, o'shani ko'rsatib ketaman. Paytida o'zim arasa qiynalganman, noto'g'ri bo'g'izlab qo'yib. Hop, yaqinroq. Mana bunda ushlasanglar ikkita nuqta bo'ladi. Bunda o'rday chiqqan joyi bo'ladi. O'shani o'rtasidan yoki bo'y tarafidan olasizlar. Bunda quloq tarafga qarab. Pichoqni pastdan bunda tepaga tortasizlar bittada. Ikkita qon tomir ochilishi kerak. O'sha ochilgandan keyin ushlab turasizlar. O'sha ochilib bo'lgandan keyin joni chiqib bo'lgan, o'sha qonda chiqib ketib bo'lgandan keyin joni chiqib bo'lgandan keyin kallasini ussanglar bo'ladi. Ungacha usib qo'ymanglar. Jonivor, seni kechir. Sen meni shunaqa narsalarni ko'rsatib berdik. Negativlar sizlar uchun emas bu. Bu xonadonda qo'y boqagan uchun, okalar uchun. Paytida o'zim arasa qiynalganman bu narsada. Ko'p qo'y o'lib qolgan, qassob kelguncha. Shuning uchun yaxshi maslahat berib ketaman. Sog' bo'lasizlar.